Lekin biza bugun yog'ochli instrumentlarda 50 kun yashashga harakat qilamiz. Albatta, ko'pchiligi yillab turishi mumkin. Nimaga aynan yog'och narsa? Chunki yog'och asbob uskunalarda ko'pincha faqat kirga kerak bo'ladi xolos, boshqasi kerak emas. Ana kayzodan tashqari qolgan hamma birinchi kirga yasatda keyin piramid toshlikka o'tib ketadi. Bizda bo'lsa nabarot. Faqat yog'och asbob uskunalar. Hech qanaqa olmos ko'cha-ko'cha olmaymiz, toshli aslaha ham olmaymiz. Faqat toshlarni qazib olishimiz mumkin. Bu video davomida ajoyib baza quramiz. Ishonaveringlar, sizlarga ham yoqishi aniq. Baza aniq sizlarga ham yoqadi. Sizlar bilan men Mr. Azikman. Minecraft 1.26 versiya bo'lgani uchun bunga mana skinimni qo'ysa bo'lmas ekan, shuning uchun boshqa skin yaratishga majbur bo'ldim bolalar. Endi uylar xafa bo'lmasizlar, to'g'rimi? Abi skinim turaveradi, bunda men o'ynayveraman, to'g'rimi? 36 ta obunachi, kattakon rahmat. Men maqsadimga oz qoldim. 50 ta bo'laylik. Men birinchi streamimni qilaman. Birinchi. Bir marta stream qilib ko'rmaganman men. Anchadan beri kelyapman, oyog'imga oyoq qolmadi-ku. Oh my god. Mashina baza uchun zo'r joyga o'xshayapti-da bolalar. Yo'qasam, men bazani qurib bo'lganimdan keyin sizlarga albatta ko'rsataman. Let's go. Bolalar, mana bizani uyimiz. Chiroyli. Ana kimniki desalar, Jakoniki. Jako ham kirib chiqib ketyaptilar. Men videoni o'chirib turdim. Bolalar qaranglar, qanday ajoyib. Qanday. Mana qanday qilib bo'ladsalar, buni qilish oson-ku. Mana qarang. Mazza qilishmayman. Oh my god. Adashmasam bir qadam ham bor. Ajoyib ko'rinadi lekin. Oyog'imga oyoq qolmadi-ku. Atrofi oyog'im qotib qoldi. Let's go tepaga. Let's go. Let's go. Qaranglar, Jako ham takoy qilib qo'ygan-a. Endi ham borib ko'raylik-chi. Yo'q, yomon edi. Oh my gosh. Jako mana qaydan topdi? Qaydan topdi? La'nati Jako. Fotona bilan yashagan yangi. What the heck? Tez uyga. Temir asoqa qo'laylik deb temir asoqa topamiz. Temir asoqa topishimiz uchun bizga qishloq kerak. Qishloq qayoqda? Qishloq uzoqda. To'rt achivga bermadi. Вот как раз. Ko'kgullarni olib ketyapti bo'ldi.
To'g'ri. Yorib tashlaganman bularni. Ishonaveringlar bolalar, yarim soat videoni o'chirib turishimga to'g'ri keldi. La'nati bizda daraxt yo'q. Daraxt yo'q. Bolalar, bizda daraxt yo'q. Cho'psam bo'laveradimi? Avvalamiz endi baydan qoch. Oh my god, bro. Oh, hell no, bro. Annie. Papalyam. Diğer skill'leşmeli. MPT far away. Respawn point set. Sleep through. Today. Spawn point is born. Endi shloq qidiramiz hadi. Boshqa qidiradi. Let's go. Yemat. Let's go. Yemayapti. Let's go. Sakrashni esdan chiqarib qo'yapman bular. Let's go. Hey. Baba o'xshatdim. Nechinchisi o'xshatdim, uni bilmadim. Xo'sh, endi atrofga o'rganib chiqish kerak. Shuni o'rganib chiqadigan bo'lsak, biz atrofni skinlar banliya bo'ldi, chilasa bo'ladi-ku. Agar biza 50 kun yashaydigan bo'lsak, esini yemsa agar ashtarxoni o'ldiradigan bo'lsa nima qilamiz? Obsidianni qani olaman? Obsidianni olish uchun portal topish kerak. What the hell? Nether portal topish kerak. Qanaqa portal? Bolalar, o'zi bu video sizlarga qiziq bo'ladimi, qiziq bo'lmadimi? Bu mavzuni chetroqqa surib turaveradi. Mayli, bu video sizlarga qiziq bo'ladimi, bo'lmadimi? Buni kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar qiziq bo'lsa, buni ikkinchi qismini ham chiqazaman. Agar qiziq bo'lmasa, men boshqa video uchun harakat qilaman. Masalan, hozir mana shu bitta YouTube'ga qo'ysam videoni. Mayli, kelinglar, ko'p emas. Xo'sh, qancha desa bo'ladi? 250 ta ko'rish bo'lsa, ikkinchi qismini chiqazaman. Agar bo'lmasa, endi nima iloj? Demak, bu sizlarga yoqmadi. Shuning uchun men boshqa video chiqarish kerak. Hozir bolaman bitta narsani to'g'ri olmasam bo'lmas ekan, aynasini yemsa. Ham multiplayer doimgidek ochiq. Mana shu auto jump mana shuni yo'qib qo'ysam, endi qiynalib o'tirmayman. U sakraydi aynasini yemsa. Nima qilganda aynasini yemsa. Yo bro, qanday? Bolla. Ko'pchiliginglar bolalar ekansizlar, ozchiliginglar qizlar ekansizlar. Mana qizlar ham kuzatamiz-a? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Oddiy bir oddiy bo'laman. Hayotda ham, boshqasida ham. Nima shu chunki Minecraftda
survival qilish uchun kiraman ko'pincha. Kelmasda bitta mod ko'rsataman. Mod bilan ishonarli istagan narsalarni qilsalar bo'ladi. Istaganman. Keyin normalda chidasa bo'ladi umuman. Qanday qo'zichoq? Hop. Yo, mana qo'ylar gala spam bo'ladigan joyga uyg'uribman-ku. Bola, nima deysizlar? Bu baydan ko'chib ketamizmi? Menasini ham boshqasini quramizmi? Endi qisib bitta joyda turavermaysizmi? Deyavermaysizlarmi? Menasini ham cho'kda. Qo'ygan suvga tushdimi? Mana ko'zimga shuna ko'rindi. Mis olsa bo'ladimi agar olsa bo'lsa aslaha yasagan bo'lardik va albatta po'x deyapsan deyishdi. Boshqa nimani ham kutish mo'jang to'g'ri bedrockda. Oh my god. Mana cho'chqa o'zini olat tutayapti. Ey cho'chqa. Technoblade taniysan? Hatta ishim bor, mana o'yinim qotib qolibdi. Fuck yourself. Adashmasam buni kim bo'lish kerak hikmatdan? Qadrlayman. Bo'ldi savol oldi. Endi qiladigan ishimiz nima? Bu video sizlarga yoqishi yoqmasligi haqida bilganimdan keyin videoni ko'rmoqchilarni chiqazaman. Agar bu video sizlarga mabodo ma'qul keladigan bo'lsa, albatta men buni chiqarishga harakat qilaman. Lekin video tez chiqadi deya olmayman, chunki o'qish bor. Men bu yasamagan narsam endi yasaman. Hitmon. Asli bunda o'tirish kerak. Mana nayza oxirida o'tiribdi. Lekin men chinniga o'xshab bosh kelamaydi. Menimcha bitta videoda ich qaytni 40 masdan qo'yadigan bo'lsam, video 2 kun bo'ladi. Agar 40 qo'yadigan bo'lsam, bular ham narsa tayyorlab qo'yishgan. Bular ham tayyorlab qo'yishdi-ku. Yangi versiya vashi. Yo bolalar, sizlar bilan Mistrazik bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Agar shu turdagi videolar sizlarga yoqadigan bo'lsa, kommentariya sizlar uchun ochiq. Yo bo'lmasam 250 ta ko'rish bo'lsa, men bu videoni ikkinchi qismini albatta chiqazaman. Ikkinchi qismida Jacko ham bo'ladi. Qani let's nimalar bilan ko'rishguncha.